Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Biz sizlar bilan Navigate kitobimizni beginner qismini barcha mavzularni o'rganib chiqqan edik. Demak, bugundan biz sizlar bilan yangi kitobdan, ya'ni yangi leveldan boshlaymiz. Elementary daraja Navigate kitobimizni birinchi mavzusidan davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan o'quvchilar bugungi darsimizda birinchi mavzuyimizni birinchi va ikkinchi qismlarini an'anaga ko'ra o'rganib chiqamiz. Demak, birinchi mavzuyimiz Your World. Sening dunyoing. Demak, birinchi mavzuyimizni barcha qismlari mana shu dunyo haqida. Demak, mana shu birinchi mavzuyimizda dunyoga tegishli bo'lgan so'zlar, iboralar va dunyo haqida o'rganib olamiz. Ya'ni General Englishni improve qilamiz, rivojlantiramiz. Birinchi mavzuyimizni birinchi qismida, demak, bu yerda multicultural cities, ya'ni multi ko'p, bir necha degan ma'nolarni bildiradi. Cultural ya'ni madaniy, milliy, ya'ni bir necha millatli shaharlar, cities. Demak, biz shu narsani o'rganib olamiz sizlar bilan. Goals, maqsadlarimiz. Talk about countries, nationalities and languages. Demak, davlatlar, ularga o'sha davlatlarda istiqomat qiluvchi insonlarning millati qanday nomlanishi, ya'ni va languages. Ularning qaysi tilda gaplashishini biz sizlar bilan o'rganib olamiz. Judayam qiziqarli mavzu. Undan keyin, demak, describe people using the verb to be. To be fe'lidan foydalangan holda odamlarni tasvirlashni o'rganamiz sizlar bilan o'quvchilar. Demak, birinchi mashqimizda e'tiboringizni qaratadigan bo'lsangiz, mana ekraningizda ham ko'rinib turibdi. Look at the photos and answer the questions. Mana bu yerda keltirilgan 3 ta rasmga qarang. Ekraningizda mana birinchi London shahrining rasmi, ikkinchisi San Francisco shtatining rasmi va oxirgisi Melbourne shahrining rasmlari keltirilgan. Mana shu rasmlar asoslangan holda quyidagi uchala savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi savolimiz which countries are cities A to D in? Demak, bu yerda birdan mana shu 4 ta rasm ekan o'quvchilar. Mana oxirgi Dubai, ya'ni Dubai shahrining ham rasmi keltirilgan ekan. Mana shu 4 ta rasmdagi shaharlar qaysi davlatlarda joylashgan? Biz bilamiz, albatta London bu Angliyada joylashgan, San Francisco Amerika, ya'ni the USA, Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan shahar hisoblanadi. Melbourne albatta bu Avstraliyada joylashgan shahar hisoblanadi va Dubai, ya'ni Dubai shahri bu Birlashgan Arab Amirligida joylashgan shahar hisoblanadi. Mashhur shaharlar. Mana biz bu shaharlarning qaysi davlatlarda ekanligini aniqlab oldik sizlar bilan o'quvchilar. Endi keyingi savolimiz, ya'ni what's the nationality of people from these countries? Ya'ni mana shu davlatlarda istiqomat qiluvchi odamlarning millatlari qanday nomlanadi? Biz londonliklarni bilamiz, ya'ni bu Britaniya, Birlashgan Qirollikning o'sha tarkibiga kiruvchi Angliya davlatlardan bittasi bo'lganligi sababli ham biz bu yerda istiqomat qiluvchilarning millatini British tarzda aytamiz ekan, ya'ni britaniyaliklar, British. Keyingisi San Francisco, albatta biz buni USA, ya'ni the USA, Amerikadagi shtat, ya'ni Amerikaning bir shtati dedik, bir viloyati. Demak, bu yerda istiqomat qiluvchilar albatta American millati, American people bo'ladi ekan. Demak, keyingi rasmimizdagi Melbourne shahrida yashovchilar, albatta bu Avstraliya davlatida joylashganligi sababli ham Avstraliyaliklar yoki Australian shaklida ishlatiladi. Demak, Dubai, oxirgi shahrimiz bu Dubai shahri va bu yerda bilamiz, bu Birlashgan Arab Amirligi tarkibiga kiruvchi shahar hisoblanadi. Demak, bu yerda istiqomat qiluvchi insonlarning millatlari Emirati tarzida talaffuz qilinadi va aytiladi. Ya'ni o'sha Birlashgan Arab Amirligi tarkibiga kiruvchi shaharlar, davlatlar, demak, millatlari shu tarzda yuritiladi. Keyingi savolimiz what are the languages in these cities? Bu shaharlardagi tillar qanday? Ya'ni qaysi tilda gaplashadi ular? Birinchi shahrimiz, demak, London shahri. Bu yerda bilamiz, albatta English language
asosiy til hisoblanadi. Keyingi savolimiz what are the languages in these cities? Bu shaharlardagi tillar, ya'ni qaysi tilda gaplashadilar? London bilamiz, bu Britaniyada bo'lgandan keyin, demak English language. Demak, San Fransisko shtati ham albatta Amerikada joylashganligi uchun ham bilamiz, Amerikada ingliz tilida gaplashadilar. Shuning uchun ham biz ularning tilini ham English language deymiz. Va keyingisi Melbourne. Bilamiz, Avstraliyada o'zini tili bor, albatta Australian tili, Australian language, lekin ular asosan ingliz tilida gaplashadi. Shuning uchun ham biz English language or Australian language deb aytishimiz mumkin. Va keyingisi Dubai. Dubayda bilamiz, arab tilida gaplashiladi va biz uni Arabic language deya aytamiz. Mana sizlar bilan o'quvchilar bu shaharlar haqida o'rganib oldik. Ya'ni bu shaharlar qaysi davlatlarda joylashgan, bu shaharlarda yashovchi insonlarning millati qanday, qaysi millatga mansub ekanliklari va ularning tillarini o'rganib oldik. Endi siz mana shu ikkinchi mashq, birinchi mashqimizga asoslangan holda uchinchi mashqni bajarasiz. Bu yerda o'quvchilar uchinchi mashqda are the words in the box countries, nationalities and or languages. Ya'ni bu yerda mana shu jadvalimiz ichida berilgan so'zlar millatni bildirib kelgan so'zlarmi, davlatni nomini bildirib kelgan so'zlarmi yoki bo'lmasam tilni bildirib kelgan so'zlar hisoblanadi. Bular misol uchun bitta so'zimiz ham millat ham tilni bildirib kelgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda siz mana shu yerda berilgan, mana ekraningizda ham ko'rinib turibdi, countries uchun C harfini, nationalities uchun N harfini, languages uchun esa L harfini yozishingiz kerak bo'ladi. Va bunday holatlarda yuqorida men aytganimdek holatlarda, ya'ni bitta so'z ham millat ham til uchun berilgan paytda siz ikkalasini ham keltirib o'tishingiz mumkin. Misol uchun namunada keltirilgan, qarang. Arabic. Arabic bu faqatgina tilni bildirib keluvchi so'z bo'lganligi uchun ham L harfi yozilgan, ya'ni language. Keyingisi Chinese, ya'ni Xitoylik yoki Xitoy tili. Mana bu yerda ham nationality, ya'ni millatni ifodalovchi so'z, ham tilni ifodalovchi so'z bo'lganligi uchun ham biz bu yerda N and L harflarini yozishimiz kerak bo'ladi. Qolganini o'quvchilar o'zingiz bajarib olasiz. Mana o'quvchilar, 3-mashqni ham bajarib oldingiz. Keling endi sizlar bilan birgalikda tekshirib olamiz. 3-dan ketamiz. Demak, biz chunki 1 va 2-mizni sizlar bilan ko'rib chiqqan edik, 1 va 2 so'zlarimizni. English. Albatta bu tilni bildiruvchi so'z hisoblanadi, faqatgina til, millatni emas. Jamaica. Bu davlatni bildiruvchi so'z hisoblanadi. Shuning uchun ham C harfi, ya'ni country so'zini ifodalovchi harfni qo'yamiz. Mexican. Demak, bu ham til, ham millatni ifodalab kelgan so'z bo'lganligi uchun ham biz bu yerga L hamda N harflarini qo'yamiz, ya'ni nationality and the language. Keyingisi Pakistani. Bu yerda demak, faqatgina bu millatni bildirib kelganligi sababli ham biz bu yerda N harfini yozamiz. Chunki Pokiston davlatiga mansub bo'lgan insonlar Pakistani tarzida yuritiladi, ya'ni ularning millatini aytilgan paytda. Lekin ularning tillari bu tarzda aytilmaydi. Buni hozir keyingi mashqda o'rganib olamiz. Demak, Spanish, ya'ni ispanliklar yoki bo'lmasam ispan tili. Demak, bu so'zimiz ikkita turli xil demak termin sifatida ishlatiladi. Spanish nationality yoki bo'lmasam language sifatida ishlatilishi mumkin. Keyingisi the UAE, ya'ni Birlashgan Arab Amirligi. Albatta bu davlatni ifodalovchi birikma hisoblanganligi uchun, o'sha qisqartma hisoblanganligi uchun ham biz bu yerga country so'zini ifodalovchi C harfini yozamiz. Mana o'quvchilar, sizlar bilan biz 3-mashqimizni tekshirib oldik. Endi navbat 4-mashqqa. Bu yerda complete the table, ya'ni bu yerda keltirilgan jadvalni to'ldirib chiqing. So'ralgan ustunlarga biz nationality yoki main language, ya'ni asosiy tilini yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Davlatlar ro'yxati keltirilgan, mana shu davlatlarning o'sha tillari va mana shu davlatlarda yashovchi, istiqomat qiluvchi fuqarolarning millatini yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Birinchisini keling sizlar bilan ko'ramiz. Namuna sifatida. Keling namuna sifatida birinchisini ko'rib chiqamiz sizlar bilan o'quvchilar. Demak, Meksiko davlat hisoblanadi. Ularning millati Mexican, ya'ni meksikaliklar va asosiy tili. Albatta u yerda Meksika tili ham mavjud o'zlarini, lekin bularning asosiy tili, ya'ni mana shu Meksika davlatida istiqomat qiluvchi aholining, demak ularning asosiy tili.
Meksika tilida ham gaplashiladi, albatta Mexican languageda, lekin bularning asosiy tili, ya'ni o'sha yerda istiqomat qiluvchi aholining 90-99% demak miqdori Spanish, ya'ni ispan tilida gaplashadi. Demak, shunday ekan, bu yerga biz Spanish tilini yozamiz, ispan tilini yozamiz. Keyingisi the USA, American, albatta bilamiz va ularning asosiy tili. Yuqorida sizlar bilan buni o'rganib oldik. Mana shu tarzda o'quvchilar jadvalni to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Demak, keling o'quvchilar, 4-boshqimizni sizlar bilan birgalikda tekshirib olamiz. Birinchi davlatimizni ko'rib chiqqan edik, ya'ni Mexican hamda tili Spanish hisoblanadi. Demak, keyingi davlatimiz the USA, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari davlati. American, demak millati American people deb aytamiz va ularning tili English, ya'ni ingliz tili. Keyingi davlatimiz Italy. Talaffuzga ham o'quvchilar e'tibor bering. Italy. Italiya davlati, bularning millati Italian people, ya'ni italiyalik odamlar va ularning asosiy tili ham Italian language hisoblanar ekan. Keyingisi China emas o'quvchilar, China tarzida talaffuz qilinadi. Demak, bu yerda istiqomat qiluvchi insonlarga biz Chinese tarzida murojaat qilamiz, ya'ni millati Chinese people. Va ularning tili ham albatta xuddi shu so'z bilan nomlanadi, ya'ni Chinese language. Misol uchun, do you know Chinese language? Sen o'sha Xitoy tilini bilasanmi? Yoki do you want to learn Chinese language? Sen Xitoy tilini o'rganishni xohlaysanmi? Xuddi shunday. Yoki bo'lmasam, do you have a Chinese friend? Seni Xitoylik do'sting bormi? Mana bu yerda birinchi va ikkinchi misollarimizda men tilga nisbatan Chinese so'zini ishlatgan bo'lsam, oxirgi misolimizda men millatga nisbatan, ya'ni o'sha Xitoylik odamga nisbatan, Xitoylik do'sting bormi tarzida ishlatdim. Keyingisi Vietnam, ya'ni Vietnam davlati va bu yerdagi odamlar Vietnamese tarzida ataladi, ya'ni o'sha millatni ifodalagan paytimizda biz Vietnamese people yoki my Vietnamese friend, ya'ni Vietnamlik do'stim tarzida ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Vietnamliklarning asosiy tili ham albatta Vietnamese hisoblanadi, ya'ni they speak in official Vietnamese language. Okay, keyingisi Turkey, ya'ni Turkiya davlati bilamiz, bu bizga qardosh bo'lgan davlat hisoblanadi va biz asosan demak bizni tilimizga yaqin til, ayniqsa Xorazm shevasiga juda ham yaqin bo'lgan til hisoblanadi. Demak, u yerda istiqomat qiluvchilar Turkish, ya'ni turkiyaliklar hamda ularning tili ham albatta Turkish. Their main language is Turkish. They speak in Turkish. Ya'ni turk tilida gapirishadi ular. The UK, keyingi davlatimiz the UK, ya'ni Birlashgan Qirollik. Birlashgan Qirollik bo'lganidan keyin umumiy mana shu qirollik uchun mansub bo'lgan, tegishli bo'lgan millatni ifodalovchi so'z bo'lishi kerak. Va albatta biz buni sizlar bilan birinchi mashqda o'rganib olgan edik. Va bu so'zimiz British, ya'ni o'sha the UK, Birlashgan Qirollikka mansub bo'lgan insonlarning millati British tarzda aytiladi. Va ularning tili English language hisoblanadi. Xuddi Amerikada ingliz tili dominant, ya'ni asosiy til hisoblanganligidek, Britaniyada ham xuddi shunday. Keyingi Poland, ya'ni Polsha davlati. Polshada asosiy tili va hozir sizlar bilan millatini ko'rib chiqamiz. Demak, ularning millati Polish, ya'ni Polish people tarzida aytamiz. Va albatta ularning asosiy tili ham Polish language hisoblanar ekan, ya'ni o'sha polyak tili. Keyingisi Pakiston. Albatta bu bilamiz, musulmon davlatlardan bittasi hisoblanadi. Hindiston davlati bilan urf-odatlari o'xshash bo'lgan davlat hisoblanadi va ularning millati Pakistani. U yerda yashovchi insonlarga biz Pakistani people tarzida ishlatamiz. Va ularning tili Urdu tilida suhbatlashadi, gapirishadi va ularning asosiy tili ham Urdu tili hisoblanadi. Keyingisi the UAE. Demak, Birlashgan Arab Amirligi. Bu yerdagi istiqomat qiluvchilarning demak millati Emirati, ya'ni o'sha imperiyaliklar, o'sha imperiya
Demak, ularning millati Emirati tarzida talaffuz qilinadi va aytiladi. Keyingisi main language, ularning asosiy tili, albatta biz birinchi mashqimizda ko'rib chiqqanimizdek Arabic. Arabic language. Keyingisi France, ya'ni Fransiya. Ularning millati French tarzida aytiladi va yozilishi ham xuddi shunday, ya'ni French people va ularning tili ham xuddi shu so'z bilan nomlanadi, ya'ni French language. Keyingisi Greece. Bu Gretsiya bilamiz, qadimgi Yunoniston. Ularning millati Greek va ularning tili ham xuddi shu so'zdek bir xilda nomlanadi, Greek language. Gretsiya tili hisoblanadi ularning asosiy tili. Mana sizlar bilan o'quvchilar davlatlar, ularning millatlari, o'sha yerda istiqomat qiluvchi, ya'ni odamlarga qanday murojaat qilishimiz, ularning millatlarini o'rgandik va asosiy tilini ham o'rganib oldik. O'quvchilar, ana endi 6-mashqimiz bilan davom qildiramiz. Present simple to be verb. Demak, hozirgi oddiy zamondagi to be fe'lini o'rganib chiqamiz. Odamlarni tasvirlash uchun qo'llanilish shaklini ko'ramiz sizlar bilan. Bu yerda siz hozir listening mashqini bajarishingiz kerak. Demak, listen to Godwin talking about his life in London. Godwin ismli bola, inson ya'ni shaxs, sizga o'zining Londondagi hayoti haqida gapirib beradi. Tinglaysiz. Write the countries, nationalities and languages that you hear. Siz uning nutqida tinglagan davlatingiz, millatingiz va tillarni yozib oling. Qanday davlatlarni o'z nutqida ishlatdi, qaysi demak millatlarni va qaysi tillarni o'z nutqida ishlatganligini yozib olishingiz kerak. Mana shu mashqni siz o'quvchilar 6A va 6C mashqlarini bir barakayga bajarib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda chunki siz 6C mashqda complete the fact file, mana shu Godwin ismli shaxs haqidagi berilgan bu yerdagi o'zi haqidagi ma'lumotlar faylini to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. 1dan 8gacha bo'lgan bo'shliqlarga siz tushib qolgan so'zlarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Asosan bu yerda davlatlar, millatlar va tillarga mansub bo'lgan so'zlar tushib qolgan. Ana endi navbat o'quvchilar 7-mashqqa. Bu yerda siz underline the verbs from the interview. Interviewdan kelib chiqqan holda siz 1dan 7gacha bo'lgan fe'l so'z turkumlaridan mosini olib chiqishingiz kerak. Ya'ni to be fe'lining to'g'ri shakllarini egiga moslagan holda olishingiz kerak bo'ladi. Bu mashqni albatta siz listeningni tinglamasdan turib ham bajarishingiz mumkin bo'ladi. Shunchaki egiga qaraysiz. Demak, egamiz birlikmi yoki ko'plikmi yoki ay olmoshi bilan berilyaptimi? Mana shu jihatlariga qarab turib siz to be fe'lining mos shaklini egiga moslashtirgan shaklda holda olib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun birinchisida you olmosh kelganidan keyin bilamiz biz to be fe'lida oldingi kitobimizda ham beginner kitobimizda sizlar bilan o'rganib chiqqan edik. Demak, bu yerda takrorlaymiz. To be fe'lida biz I uchun am olmoshini qo'llaymiz. He, she, it uchun, ya'ni birlikni ifodalash uchun biz is shaklini qo'llaymiz to be fe'lida va we, you, they uchun esa, ya'ni ko'plikni ifodalovchi olmoshlar bilan biz o'sha to be fe'lining ko'plik shaklidagi are shaklini qo'llaymiz. Demak, shunday ekan, we, you, they da biz are qo'llaymiz dedik. Demak, bu yerda you kelganligi uchun ham are ni olamiz va xuddi shu tarzda bo'ladi bizning birinchi gapimiz. Are you from London? Ya'ni sen Londonlikmisan tarzidagi so'roq gap yasaldi. Xuddi shu tarzda o'quvchilar siz qolgan gaplarni tugallab chiqishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri, o'sha fe'llarning to'g'ri shaklini, to'g'ri variantini olgan holda. Keling o'quvchilar, endi sizlar bilan birgalikda 7-mashqni tekshirib olamiz. Demak, birinchida biz are you from London dedik. Ikkinchi, demak, my name is Godwin. Mening ismim Godwin. Demak, my name so'zi bu yerda name so'ziga e'tibor beramiz. Name so'zi birlikda kelganligi uchun ham biz is shaklidan oldik. To be fe'lining is shaklini tanladik. Keyingisi I'm from Nigeria. Men Nigeriya davlatidanman. Ya'ni Nigeriya davlatini talaffuziga e'tibor bering. Nigeria tarzida talaffuz qilinadi. Keyingi gapimiz our 2 children were born in England, so they are rich. Meni ikkala farzandim ham Angliyada tavallud topgan, shuning uchun ham ularning millati Britan.
Bu yerda they olmosh kelganligi uchun ham biz to be fe'lining are shaklini qisqartma variantini oldik. Keyingisi the neighbors are a family from Iraq. Qo'shnilarimiz Iroqdan kelgan oila hisoblanadi. Bu yerda neighbors so'zi ko'plikda kelganligi uchun ham biz to be fe'lining are shaklidan foydalandik. Va keyingi 6-chi gapimiz the restaurant across the road is Lebanese. Demak, yo'l bo'yidagi, yo'lning narigi tarafdagi restoran esa Libanliklarning restorani hisoblanadi. Ya'ni Lebaniya restorani hisoblanadi. Bu yerda restoran so'zi birlikda bo'lganligi uchun ham to be fe'lining is shaklidan foydalandik. Va oxirgisi my boss isn't American. Mening xo'jayinim amerikalik emas. Bu yerda boss so'zi birlikda kelganligi uchun ham bitta insonni ifodalagani uchun ham biz is shaklidan foydalandik. Uning inkor shaklini, ya'ni ism shaklidan foydalandik. Mana o'quvchilar, sizlar bilan mashqni tekshirib oldik. Endi davom ettiramiz sizlar bilan. Bu yerda 8-mashqda grammar fox to be fe'lini, demak, grammatika strukturasini, gap tuzilishlarini o'rganib olamiz. Ya'ni takrorlaymiz. Sizlar bilan albatta buni o'rganib olganmiz. Positive, negative, question form hamda yes, no, short answers. Qisqa javoblarni ham bir qator takrorlab olamiz. Demak, positive biz darak shaklida shunchaki am is are. Demak, to be fe'lining am is are shakllaridan foydalanamiz. Ularning qisqartma shakli esa I uchun apostrof va m harfini yozamiz shunchaki, ya'ni apostrof m. He, she, it uchun esa mana bu yerda keltirilgan apostrof s, bu albatta isni ifodalaydi va keyingisi you, we, they uchun esa biz are. Demak, to be fe'lining are shaklini apostrof re, ya'ni re shaklini yozishimiz kerak bo'ladi. Negative inkor tarzida biz qanday tuzamiz gapni? Albatta bilamiz, ingliz tilida doimo gapning boshida, ya'ni aniq nisbatdagi gapning boshida ega turadi va egadan keyin biz ko'makchi fe'l yoki asosiy fe'llarni keltiramiz. Shunday ekan, mana bu yerda mana e'tibor qaratgan bo'lsangiz jadvalda barcha gaplarda, pozitiv va negativ gaplarda albatta agar so'roq gap bo'ladigan bo'lsa, ko'makchi fe'limiz oldinga chiqadi. Bu yerda egalar birinchi kelgan, undan keyin mana ko'makchi fe'l, ya'ni to be fe'li, undan keyin mana qiluvchi to'g'rilovchi hollar ketyapti. Bu yerda to be fe'li ko'makchi emas, asosiy fe'l vazifasini bajaryapti. Demak, I am not shaklida I'm not tarzida biz qisqartirishimiz mumkin. Demak, to be fe'lining am shaklini inkor shaklida faqat xuddi shu tarzda ikkala shaklida yozishimiz mumkin. Demak, he, she, it bo'lsa is not, ya'ni apostrof s not yoki bo'lmasa isn't shaklida ham qisqartirishimiz mumkin. Demak, undan keyingisi are shakli esa u ham xuddi shunday apostrof re not yoki aren't shaklida qisqartirishimiz mumkin. Va bu yerda 4-boshlig'imizda are not. Demak, ularning mana shu to be fe'lining are hamda inkor shakllarini ajratgan holda yozib olishingiz kerak bo'ladi o'quvchilar. Undan keyingi yes, no questions. Ya'ni ko'makchi fe'llar, asosiy fe'llar yordamida yasaladigan umumiy so'roq gaplar, general questions ham deb ataladi mana shu yes, no questions o'quvchilar. Demak, am I late? Men kechga qoldim yoki is he, she, it Italian tarzida so'roq gap yasashimiz mumkin. We, you, they'da esa biz albatta are. Demak, to be fe'lining are shaklini egadan oldinga chiqarish orqali yasaymiz. Ya'ni bu yerda 5-boshlig'imizda are. To be fe'lining are shakli turadi. Are you, we, they Italian tarzida. Endi mana shunday so'roq gaplarga qisqa tarzda javob berishlarni bir qator takrorlaymiz. Agar ha, men kechga qoldim yoki bo'lmasam ha, men italyanman tarzida gapni aytmoqchi bo'lsak, o'sha savolga javob bermoqchi bo'lsak, yes I am. Inkor shakli esa no I am not yoki I am not. Demak, birlik uchun berilgan so'roqlar uchun esa biz quyidagicha qisqa javob qilishimiz mumkin. Ya'ni yes, he, she, it is yoki no, he, she, it isn't tarzida. Misol uchun, is he your friend? U sening do'stingmi? Agar ha, u mening do'stim demoqchi bo'lsangiz, yes, he is. Agar yo'q, u mening do'stim emas tarzida javob bermoqchi bo'lsangiz, no, he isn't tarzida javob qaytarasiz o'quvchilar.
Ko'plik uchun berilgan savollarga qisqa javoblarni ko'rib chiqamiz endi. Agar yes, we, you, say bo'ladigan bo'lsa are, no tarzida, yo'q tarzida javob bermoqchi bo'lsangiz no, you, we, say are not yoki aren't tarzida javob berishingiz mumkin bo'ladi o'quvchilar. Mana sizlar bilan biz hozir to be fe'lini to'laqonli strukturasini, ya'ni gapdagi tuzilishi, shakllarini ko'rib chiqdik. Endi siz mana shu mashqqa asoslangan holda 10A mashqni bajarib olasiz o'quvchilar. Bu yerda look at the conversation between the teacher, Godwin and Muriel and complete the conversation using the words in the box. Hozir bu yerda uchala shaxs o'rtasidagi bo'lgan suhbatni siz to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda jadvalda keltirilgan, mana boksda so'zlar keltirilgan, mana shu so'zlarni qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'quvchilar bitta so'z kamlik qiladi. Demak, bu degani siz mana shu to oxiridagi to so'zini 2 marotaba qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, what's your name? Isming nima? Hi, I am Godwin. Salom, mening ismim Godwin. You a student, ya'ni sen talabamisan tarzida gap tuzishingiz kerak bo'ladi so'roqga. Albatta you olmoshi o'zidan keyin to be fe'lining are shaklini qabul qilganligi uchun ham so'roq gapda biz mana shu are fe'lini oldinga chiqarish orqali yasaymiz. Demak, shunday ekan javobimiz are you a student? Sen talabamisan tarzida bo'lishi kerak. Qolganini o'zingiz o'quvchilar bajarib olasiz. Mana shu jadvalda keltirilgan so'zlarni qo'llaysiz, bo'shliqqa qo'yib chiqasiz. Undan keyin birozdan keyin sizlar bilan buni tekshirib olamiz. Mana o'quvchilar, 10-mashqimizni bajarib ham oldingiz. Keling endi sizlar bilan tekshirib olamiz. Demak, birinchisida what's your name? Isming nima? Hi, I am Godwin. Salom, men Godwinman. Are you a student? Sen talabamisan? No, I am not. I have a job. Yo'q, men talaba emasman. Qisqa javobdan foydalanyapti. Mana e'tiboringizni qaratadigan bo'lsangiz o'quvchilar, albatta har bir gapga e'tiborli bo'ling. Mening demak ishim bor. I have a job. Where are you from? Ya'ni sen qayerdansan? Qayerliksan? I am from Nigeria. But London is my home now. Demak, men Nigeriyadanman, lekin London hozir mening uyim hisoblanadi. Ya'ni bu degani men hozirda Londonda istiqomat qilaman tarzidagi gap berilgan. Is it your first class? Bu sening birinchi sinfingmi? Yes, it is. Ha, albatta. Ya'ni birinchi darsingmi tarzida. Mana shu class so'zimiz ham sinf, ham dars ma'nosini anglatadi. Bu yerda hozir demak o'qituvchisi Godwinga savol beryapti. Bu sening birinchi darsingmi? Yoki oldin ham darsga qatnashganmisan tarzida. Demak, Godwin javob beryapti. Yes, it is. Ha, albatta, bu mening birinchi darsim. Mana qisqa javobdan foydalandi. Demak, let me introduce you to the other students. Demak, seni boshqa talabalarga tanishtirishimga ijozat bersang deyilgan. Va keyingisi this is Muriel, she is a student here too. Bu Muriel, u ham bu yerda talaba. Biz 6-bo'shliqqa bu yerdagi this olmoshidan foydalandik va oxirgi va 7-bo'shliqqa esa biz to so'zidan foydalandik. Keyingisi hi Muriel, salom Muriel. Nice to meet you. I am Godwin. Tanishganimdan xursandman. Mening ismim Godwin. Ya'ni men Godwinman. Va oxirgi boshliqimizga ham yetib keldik, oxirgi gapimizga. Nice to meet you too. Sen bilan ham tanishganimdan xursandman tarzida javob bergan Muriel. Mana o'quvchilar, biz sizlar bilan 10-mashqni ham tugallab oldik. Agar xatolar bo'lsa, tekshirib oling. Darsimizni demak davom qildiramiz. Birinchi mavzuyimizni ikkinchi qismi bilan. O'quvchilar, demak endi biz birinchi mavzuyimizni ikkinchi qismi bilan darsimizni davom qildiramiz. Bu yerda family, ya'ni oilaga doir bo'lgan so'zlarni, iboralarni o'rganamiz. Goals, maqsadlarimiz talk about your family, oilangiz haqida suhbatlashishni o'rganasiz, gapirib berishni, hamda use possessive s, ya'ni apostrophe s and possessive determiners. Ya'ni biz ning qo'shimchasini beruvchi qaratgich
kelishigini o'rganamiz sizlar bilan ingliz tilidagi shaklini. Albatta bilamiz, biz faqatgina qo'shimcha, ya'ni apostrof s qo'shimchasi bilan emas, olmoshlar bilan ham siz egalik qiluvchi narsalaringizni ifodalash uchun ishlatamiz olmoshlarni. Ya'ni misol uchun mening telefonim yoki bo'lmasam mening uyim, mening oilam kabi. Xuddi shunday olmoshlarni ham sizlar bilan o'rganib olamiz. Demak, birinchi mashqimizda look at the photo of some children from a village in India. Bu yerda mana rasmda ko'rib turganingizdek, Hindistondagi bir necha bolalarning rasmi ko'rsatilgan. What's special about them? Ularning o'zgacha bo'lgan xususiyatlari nimalarda? Rasmlarga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, bu yerda 6 ta qizning rasmi bor va ular juft-juft bo'lib bir xil kiyinishgan. Ularni ko'rinishlari ham bir-biriga o'xshash. Demak, ular they are twins, ya'ni ular egizaklar. Keling endi biz sizlar bilan o'quvchilar mana shu rasmni ustidagi Twin Village, ya'ni egizaklar qishlog'i mavzusi ostidagi matnchani o'qiymiz va o'rganib olamiz. Undan keyin siz 3-mashqdagi savollarga javob berasiz. Mana shu matnchadan kelib chiqqan holda. Demak, Kadinhi is a small village in Kerala in South India. Demak, Kadinhi bu Janubiy Hindistonning Kerala demak tumanidagi kichkina qishloqcha. It's a special village, but its people are not typical. Demak, bu oddiy typical so'zimizni ma'nosi va usual so'zi bilan sinonim hisoblanadi. Mana o'quvchilar siz o'zingiz uchun yozib olsangiz bo'ladi. Ya'ni usual so'zini sinonimini o'rgandingiz. Typical odatiy, oddiy, uchrab turadigan degan ma'nosini bildiradi. Demak, bu oddiy qishloq, lekin u yerdagi odamlar odatiy insonlar emas. Nima uchun? Demak, 2000 families live here and 290 families have twins. 2000 ga yaqin oila u yerda istiqomat qiladi va 290 ta oilada egizak farzandlar mavjud. Tasavvur qiling. Demak, 2000 ta oilada shunchalik ko'p, demak, oilalarda egizaklar tug'ilish soni. In India, 7 babies in 1000 are twins. Demak, 1000 chaqaloqdan 7 tasi egizaklar bo'lib tug'ilar ekan. But in Kadinhi, lekin o'sha Kadinhi qishlog'ida esa 45 babies in 1000 are twins. Umuman Hindistonni olib qaraydigan bo'lsak, demak, o'quvchilar har 1000 chaqaloqdan 7 tasi egizak bo'ladigan bo'lsa, mana shu Kadinhi qishlog'ida har 1000 chaqaloqdan 45 tasi egizak bo'lib tug'ilar ekan. Mana shuning uchun ham bu qishloq juda ham noodatiy qishloq ekan. Muhammad Rashin's family is from Kadinhi. Muhammad Rashinning oilasi Kadinhi qishlog'idan. He and his wife have 7 boys. Demak, uning rafiqasi va uning 7 ta o'g'il farzandi bor. 4 of their sons are twins. Mana shu 7 ta farzandning 4 talasi egizaklar. Muhammad says, my wife and I are very happy with our family. Muhammad aytar ekan. Demak, mening ayolim va men o'zimizni oilamizdan baxtiyormiz. Ya'ni mana shu farzandlarimiz ko'pligidan xursandmiz. Everyone in the village is happy. Bizning qishloqimizdagi hamma inson baxtiyor. But why are there so many twins in Kadinhi? Lekin nima uchun Kadinhida shunchalik ko'p egizaklar dunyoga keladi? How is it possible? Buning qanday imkoni bo'lishi mumkin? No one really has an answer, but the village doctor says it isn't genetic. Demak, buning sababini, aniq sababini hech kim bilmaydi. Lekin o'sha yerdagi qishloqning doktori aytar ekan, bu genetika bilan bog'liq narsa emas. He thinks it's something in the water or the food. Demak, o'sha doktor aytar ekan, bu bizning qishloqimizning suvi yoki bizning yeb ichadigan mahsulotimiz, ovqatimizga bog'liq deb hisoblar ekan. Ana endi o'quvchilar, 3-mashqdagi savollarga siz javoblarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana shu matnning ichidan sizlar bilan o'qib oldik, o'rganib oldik. O'qib mana shu matn bilan tanishib chiqdik. Ya'ni, xo'p, yana o'quvchilar shu narsani ham eslatib o'tishim kerak. Albatta, sizda agar siz uchun tushunarsiz bo'lgan so'zlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tushunarsiz emas, qirqib tashlamoqchi bo'ldim.
Yana bir narsani aytib o'tishim kerak o'quvchilar. Agar sizga notanish bo'lgan so'zlar bo'ladigan bo'lsa, albatta men tarjima qilayotgan paytimda mana shu so'zlarni yozib olib, tarjimalarni tushib boring va undan keyin yod oling hamda o'zingizni active vocabulariesga aylantiring. Ya'ni o'zingizni doimiy o'sha kundalik hayotingizda ishlatadigan ingliz tilidagi so'z lug'atingiz, lug'at boyligingiz darajasiga chiqaring. Xo'p, demak, 3-mashqimizdagi birinchi savol. Why are the people in Kadinki not typical? Nima uchun Kadinki qishlog'idagi odamlar odatiy insonlar emas? Ikkinchi savolimiz, are people in Kadinki happy to have twins? Demak, mana shu Kadinki qishlog'ida istiqomat qiluvchi odamlar o'zining egizak farzandlari bo'lishidan baxtiyormi? Va keyingisi, why are there a lot of twins in Kadinki? Nima uchun Kadinkida juda ham ko'p egizaklar dunyoga keladi? Mana shu savollarga o'quvchilar siz javoblarni matnning ichidan topib, xohlasangiz matnning ichidagi o'sha savollarga topgan javobingizni tagiga chizib, savolni raqamini yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Oson usuli. Lekin undan ham yaxshisi albatta yozib olganingiz yaxshi, chunki siz yozayotgan paytingizda mana shu ingliz tilidagi so'zlarni faqat ma'nosini o'rganmaysiz, yozilishlarini ham o'rganasiz. Bilasizki, ingliz tilida spelling juda ham muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa siz agar IELTS yoki bo'lmasam TOEFL imtihonlarini topshiradigan bo'lsangiz, reading hamda listening qismida mana shu narsaga juda ham e'tiborli bo'lishingiz kerak bo'ladi. Chunki agar biror bir so'zni, biror bir harfini tushirib qoldirgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam harflar o'rnini almashtirib yozgan bo'lsangiz ham, bu sizni hattoki siz o'sha to'g'ri javobni topgan bo'lsangiz ham siz mana shu javobni topmagan hisoblanishingiz darajasiga olib keladi. Shuning uchun ham spellingni albatta ingliz tilida, general Englishni o'rganayotgan paytingizda, vocabularyni o'rganayotgan paytingizda o'sha spelling hamda pronunciation qismlariga ham alohida e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Demak, o'quvchilar, mana siz hozir matnning ichidan belgilab ham oldingiz javoblarni. Endi 4-mashqqa diqqatingizni qaratadigan bo'lsangiz, bu speakingni rivojlantiruvchi demak, mashqimiz ekan. Answer the questions. Savollarga javob bering. Birinchi savolimiz, do you have twins in your family? Sizning oilangizda egizaklar bormi? Va uni davomi, are any of your friends twins? Do'stlaringizdan kimdir egizaklarmi? Ya'ni egizak do'stlaringiz bormi tarzida savol. Ikkinchi savolimiz, is it good or bad to be a twin? Demak, o'zingizni egizakingiz bo'lishi bu yaxshimi yoki yomonmi? Why? Nima uchun? Agar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, nima uchun yaxshi? Agar bu yaxshi emas deb fikrlaydigan bo'lsangiz, nima uchun yaxshi emasligini siz demak gapirib speakingingizda practice qilishingizga to'g'ri keladi. Agar sizda g'oyalar yetarli bo'lmasa, albatta siz Googledan g'oyalarnigina qidirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu degani demak, savollarga javoblarni topib olib birga bir yod olish emas. Ma'lum bir ingliz tilini qaysidir bir darajasini o'rganayotgan paytingizda yodlab olishlar, masalan, kichkina tekstlarni yod olishlar sizga albatta katta yordam beradi, lekin nisbatan o'zingizni bermoqchi bo'lgan javobingizni o'zbekchasini yozib olgan holda uni keyin ingliz tiliga tarjima qilib, o'sha ma'nosini tushungan holda gapirishingiz bu demak o'sha tekstni yod olganingizdan ham yaxshiroq bir sizga ingliz tilini, speakingini rivojlantirishga yordam beradi. Demak, o'quvchilar, endi keyingi mashqimiz bu yerda demak, look at the highlighted words in the article and complete the information in the Grammar Fox box. Bu yerda biz matnga qaraydigan bo'lsangiz, ajratib ko'rsatilgan sariq bilan, ya'ni ajratib ko'rsatilgan so'zlar mavjud. Bular olmosh so'z turkumlari. Yuqorida mavzuni sizlar bilan tanishtirib o'tgan paytimda aytgan edim, biz demak possessive determiners, ya'ni egalikni anglatuvchi olmoshlarni ham o'rganib chiqamiz. Ya'ni biror narsa sizga tegishli ekanligini yoki kimgadir tegishli ekanligini ifodalash uchun ishlatiladigan olmoshlarni ko'rib chiqamiz degan edik. Mana bu yerda matnda sariq bilan ajratib ko'rsatilgan olmoshlar bular. Demak, o'sha biror narsani kimgadir tegishli ekanligini bildirib keluvchi olmoshlar. Misol uchun, birinchisi ajratib ko'rsatilgan olmosh its olmoshi. Bu jonsiz narsaga nisbatan uning ma'nosini beruvchi olmosh hisoblanadi. Keyingi olmoshimiz his olmoshi, ya'ni bu erkak kishiga nisbatan unga tegishli bo'lgan narsa uchun ishlatiladi, ya'ni uning. Bu yerda mana his wife, ya'ni uning rafiqasi tarzida
ishlatilgan. Va shuni bilib olishingiz kerak o'quvchilar. Mana shu possessive determinersdan keyin, ya'ni egalik olmoshlaridan keyin biz otso'z turkumidan foydalanamiz. Ya'ni o'sha narsa sizga tegishli bo'lganidan keyin narsa, bu yerda narsa yoki shaxs ketyapti. Demak, albatta o'z-o'zidan siz otso'z turkumidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi their, ya'ni ularning, their. Undan keyingi olmoshimiz my, mening, our esa bizning degan ma'noni anglatadi. Mana shu yerdagi olmoshlarni olib endi siz 5-mashqda 1 dan 5 gacha bo'lgan bo'shliqlarning, demak bo'shliqlarga joylab chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda birinchi qatorda personal pronouns, ya'ni kishilik olmoshlari va ikkinchi qatorimizda, ikkinchi ustunimizda esa possessive determiners, ya'ni egalik olmoshlari keltirilgan. Demak, I, men, my, mening, you, sen, your, sening, he, u o'g'il bolaga nisbatan, his, uning, she, qiz bolaga nisbatan, u, her, uning, it, jonsiz narsalar va hayvonlar uchun u ma'nosida, ya'ni bitta narsa yoki bo'lmasam bitta hayvon uchun ishlatamiz bu olmoshni va uning ma'nosida its olmoshidan foydalanamiz. We, biz, our, bizning, they, ular, their, ularning. Mana o'quvchilar, sizlar bilan biz Grammar Fox'ni ham to'ldirib oldik birgalikda va olmoshlarni qanday qilib talaffuz qilishlarini o'rgandingiz. Endi mana shu qoidaga asoslangan holda siz 6 mashqni bajarishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda underline the correct options. To'g'ri tanlovlarni tagiga chizib olishingiz kerak. Misol uchun birinchisini keling namuna sifatida sizlar bilan birgalikda bajaramiz. Birinchisi, she or her friends are Italian. Ya'ni u degan olmoshni olishimiz kerakmi yoki uning olmoshini olishimiz kerakmi? Bu yerda e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, ot so'z turkumi kelyapti. Demak, men yuqorida qoidada Demak, men yuqorida sizga qoida sifatida aytib o'tganimdek, egalik olmoshlaridan keyin ot so'z turkumini qo'llaymiz. Demak, bu yerda ot so'z turkumi kelganligi sababli ham biz uning do'stlari tarzida ifodalashimiz uchun ingliz tilida her olmoshini olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni her friends are Italian, uning do'stlari italiyaliklar. Xuddi shu tarzda. Demak, siz e'tiborli bo'ling o'quvchilar. Gapimiz mana shu yerdagi olmoshimiz ega bo'lib kelyapti va undan keyin ot so'z turkumi kelmayaptimi? Demak, siz personal pronoun, ya'ni kishilik olmoshni olishingiz kerak. Agar bu yerdagi olmoshimizdan keyin, mana shu bu yerda turgan olmoshlarimizdan keyin ot so'z turkumi kelyaptimi? Unda siz possessive determiners, ya'ni egalik olmoshlaridan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bajarib chiqqan bo'ladilar. Tekshirib olamiz endi. Keling o'quvchilar, endi birgalikda tekshirib olamiz. Demak, birinchisida biz her friends are Italian tarzida her olmoshini oldik. Keyingisida where is your wife from? Sening turmush o'rtog'ing qayerlik? Bu yerda wife ot so'z turkumi kelganligi uchun ham biz sening ma'nosini beruvchi possessive determiners, ya'ni egalik olmoshidan foydalandik. Keyingisi I have a big family. Demak deyishim kerak. Demak, mening katta oilam bor. Bu yerda have, ya'ni fe'l so'z turkumi kelyapti. Shuning uchun ham biz personal pronoun, ya'ni kishilik olmoshidan foydalanishimiz kerak. Shuning uchun I'ni oldik. Keyingisi are they twins? Ular egizaklarmi? Are, demak, to be fe'lining are shakli so'roq gap yasash uchun oldinga chiqarilgan. Shuning uchun ham biz personal pronoundan foydalandik. Va keyingisi his brother is a teacher. Uning akasi o'qituvchi. Bu yerda brother ot so'z turkumi kelganligi sababli ham hisni oldik, ya'ni possessive determiner. Keyingisi this is our house. Bu bizning uyimiz. Mana o'quvchilar tekshirib ham oldik. Endi yana xuddi shunga o'xshash mashqni bajarasiz. Bu yerda lekin siz uchun endi boxni ichida, ya'ni mana shu jadvalning ichida possessive determiners, egalik olmoshlari keltirilgan. Mana shu egalik olmoshlarini bo'shliqlarning ichiga joylashtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Har bir egalik olmoshi bitta bo'shliqqa to'g'ri keladi. Mana bu yerda birinchisida keltirilgan. They have a house in Kadinki. Ularning Kadinki qishlog'ida uylari bor. Kadinki is their home. Kadinki ularning uyi, ya'ni makoni sifatida ma'nosida kelyapti. Va bu yerda biz their olmoshini oldik. Chunki undan oldingi gapda they have a house in Kadinki.
they olmoshidan foydalanganimiz uchun ham ularning uyi tarzidagi olmoshni oldik. Qolganlarini o'zingiz bajarib olasiz va birozdan keyin sizlar bilan o'quvchilar to'g'ri javoblarni ko'rib chiqamiz. Keling endi o'quvchilar tekshirib olamiz. Birinchisini demak sizlar bilan ko'rib chiqqan edik, shuning uchun ham ikkinchidan davom qildiramiz. We have 7 children, all boys. Bizning 7 ta farzandimiz bor, hammasi o'g'il bolalar. All our children are boys. Bizning barcha bolalarimiz o'g'il bolalar. Bu yerda we olmosh kelganligi uchun ham biz our olmoshidan foydalandik, ya'ni our possessive determinerdan foydalandik. Muhammad and Suhara are the parents. Muhammad hamda Suhara ular ota-onalar. Muhammad is the father, Suhara is his wife. Demak, Muhammad oiladagi dada, oilaning dadasi, Sahara esa uning rafiqasi, ya'ni Muhammadning rafiqasi ma'nosida qo'llaganimiz uchun ham biz his o'g'il bolaga nisbatan uning ma'nosini beruvchi olmoshdan foydalandik. Keyingida you have a big family. Sening katta oilang bor. Your family is big. Sening oilang katta. 5-chi gapimiz Suhara's friend has twin girls. Suharaning do'stining ikkita egizak qizlari bor. Her friend has twin girls. Demak, uning do'stini, bu yerda Suhara ayol kishi bo'lganligi uchun ham uning ayol kishiga nisbatan uning olmoshdan foydalandik. Keyingisi many people know about the twins in Kadinhi. Kadinhidagi egizaklar haqida ko'plab odamlar biladi. Kadinhi is famous for its twins. Ya'ni Kadinhi qishlog'i bu jonsiz joy, jonsiz narsa, ya'ni o'sha joyni ma'nosini bildirib kelganligi uchun ham biz its olmoshidan foydalandik. Demak, Kadinhi qishlog'i bu jonsiz va joy ma'nosini bildiruvchi so'z bo'lganligi uchun ham va birlikda kelganligi uchun ham biz its olmoshidan foydalandik. Shuning uchun ham Kadinhi is famous for its twins. Ya'ni egizaklari bilan mashhur qishloq bu Kadinhi qishlog'i dedik. Va oxirgisi I have twin sisters. Demak, mening egizak opa-singillarim bor. Ya'ni opalari yoki singillarim. Demak, my sisters are twins. Mening opalarim egizaklar. Xuddi shu tarzda, demak, o'quvchilar o'ylaymanki siz hozir o'rganib oldingiz possessive determiners. Ya'ni o'sha egalik olmoshlarini o'rganib oldingiz. O'ylaymanki, albatta uyda ham takrorlab oling, gaplar tuzishga harakat qiling. Shunda juda ham mustahkam o'rganib olgan bo'lasiz. Endi davom qildiramiz. Demak, biz vocabulary and speaking qismiga yetib keldik. Ya'ni bu yerda siz o'zingizni, lug'at boyligingizni va gapirish darajangizni oshirasiz. Ya'ni nima orqali? Albatta til bilamizki, so'zlar bilan oziqlanadi. Ya'ni siz o'sha biror bir tilni o'rganish uchun undagi lug'atni, ya'ni lug'at boyligingizni, o'sha tildagi lug'at boyligingizni oshirishingiz kerak. Shunda siz bemalol o'sha tilda o'zingizni fikringizni bayon qila olish qobiliyatini shakllantira olasiz. Xo'p, 8-mashqimizda make a list of all the family members you can think of. Siz hozir o'quvchilar daftaringizni olasiz va oila a'zolarini ifodalovchi so'zlarni yozib olasiz. Qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik yaxshi. Qani ko'ramiz. Siz ingliz tilida oilam, demak, oilaga doir bo'lgan o'sha oila a'zolarini tasvirlovchi nechta dona so'zni bilar ekansiz? Mana o'quvchilar, yozib ham oldingiz. Bu mashq nima uchun kerak edi? Keyingi mashqqa e'tiboringizni qaratadigan bo'lsangiz, bu yerda demak, oila a'zolarini tasvirlovchi, ya'ni ifodalab keluvchi so'zlar berilgan. Male ustun hamda female ustuni mavjud. Ya'ni male bu erkak kishilarni ifodalovchi so'zlar, female esa ayol kishilarni ifodalovchi so'zlar keltirilgan. Mana shu so'zlar tagida gap, demak, so'zlar. Male erkak kishi degan, female ayol kishi degan ma'noni bildiradi. Siz hozir mana shu 10 ta, bu yoqda 10 ta, bu yoqda 10 ta, 20 ta so'zni bir-biri bilan moslashtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, mana bu yerda namuna sifatida brother aka, sini demak olingan, ya'ni sister opa, ya'ni aka va opa ikkalasi demak ikkalasi bir xil qarindoshlik aloqalarini bildiruvchi, aloqa emas, bir xil qarindosh munosabatlarni bildiruvchi. Demak, ikkala mana shu so'z bir xil oiladagi munosabatlarda bir xillikni,
Demak, mana bu yerda aka va opa yoki singil so'zlari birlashtirildi. Xuddi shunga o'xshash siz o'g'il, qiz, opa, aka, ota, ona shunday xuddi shunday so'zlarni moslashtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Demak, mana siz o'quvchilar moslashtirib ham oldingiz. Keling endi birgalikda tekshirib olamiz. Son, daughter, husband, wife, father, mother, uncle, aunt, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter, nephew, niece, stepfather, stepmother. Mana shu yerda mana shu so'zga izoh berib o'tishim kerak. Step qadam degan, to'g'rimi? Ya'ni bosqich, qadam degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bir otadan keyingi ota, bir bosqichdan keyingi ota ma'nosini anglatadi. Ya'ni o'gay ota, o'gay ona. Faqat ota-ona uchun emas, albatta opa, singil, amma, xola uchun ham ishlatsak bo'ladi. Shunchaki mana shu so'zlarning oldiga stepni qo'yasiz. Ya'ni step grandmother yoki bo'lmasa step brother, step sister yoki bo'lmasam step father-in-law, ya'ni o'gay qaynota shaklida ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi brother-in-law, ya'ni pochcha va sister-in-law, kelinoyi ma'nolarini anglatuvchi so'zlar. Mana moslashtirib ham oldik. Endi keyingi mashq o'quvchilar, bu yerda siz choose the correct word, to'g'ri tanlovdagi so'zlarni olib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birlik va ko'plikka e'tiborli bo'lishingiz kerak. Birlikdagi kelgan so'zlarga va ko'plikdagi kelgan so'zlarga. Misol uchun birinchisida she is the mother of 6 child or children. Demak, u 6 bolaning onasi. Bu yerda child so'zi ishlatilishi kerakmi yoki childrenmi? Albatta, ko'plikni ifodalovchi so'z children so'zini qo'llashimiz kerak. Chunki 6 ta farzandi bor deyilyapti. Shuning uchun ham qolganlarini bajarib olasiz o'quvchilar. Birozdan keyin sizlar bilan tekshirib olamiz. Keling endi tekshirib olamiz o'quvchilar. Ikkinchi gapimizdan davom ettiramiz. My uncle and aunt have a daughter, Anna. Mening demak tog'amni va xolamni bitta qizi bor, uning ismi Anna. She is my cousin. U mening jiyanim, ya'ni amakivachcham. My brother-in-law is a doctor. My brother-in-law is a doctor. He and my sister have 3 children and they live in Seattle. Demak, mening pochcham doktor, u va mening opamni 3 farzandi bor. Ular Seattle shahrida yashashadi. My parents have 2 sons, me and my brother. Ota-onamning 2 ta o'g'li bor, men va akam. My father is dead, mening dadam vafot etgan. My mother is now married to Dieter, mening oyim hozir demak Dieter ismli insonga turmushga chiqqan. So he is my stepfather. Shunday ekan, u mening o'gay otam. Mana o'quvchilar, sizlar bilan mashqimizni tekshirib ham oldik. Endi sizga 10-mashqimiz demak, uyga vazifa. Talk about 3 people in your family. Oilangizda 3 inson haqida siz bu yerda gapiring deyilyapti. Siz shunchaki matncha yozasiz, kichkina matncha. 2 yoki 3 gapdan iborat bo'lgan oila a'zolaringizni tasvirlaysiz. Mana bu yerda namuna keltirilgan. Ya'ni my brother is married to Marina. Mening akam Marinaga uylangan. She is a teacher. U o'qituvchi. Xuddi shu tarzda. Boshqa sifatlarini ham tasvirlab o'tishingiz mumkin. Uning yoshini, bo'yini xohlasangiz. Mana shu oilangizga doir bo'lgan so'zlardan foydalangan holda 3 ta oila a'zolaringizni tasvirlashingiz mumkin. Xohlasangiz do'stingizni oila a'zolari, qo'shningizni oila a'zolarini ham tasvirlashingiz mumkin bo'ladi. Imkon qadar o'quvchilar siz ingliz tilida yozishni, gapirish ko'nikmalarini qayta mashq qilishingiz kerak. Albatta, practice makes perfect. Ya'ni qanchalik siz biror narsani ustida ko'p shug'ullansangiz, u narsa sizning odat tusingizga aylansa, siz ana o'sha narsaning ustasiga aylanasiz. Shuning uchun ham albatta siz doimiy ravishda mashq qilib borishingiz kerak bo'ladi. Ayniqsa til borasida. Albatta, qanday til bo'lishidan qat'iy nazar, agar 6 oy shug'ullanmasangiz, u sizni esingizdan chiqib ketishi bu statistikada berilgan. Demak, 11-mashqimiz, bu yerda siz listeningni bajarasiz. Ya'ni listen and complete the family tree.
Tinglisiz va bu yerdagi oila daraxtidan olingan kichkina matnchani to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Oila daraxtiga oila daraxtiga qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda Zafar hamda Rashida turmush qurishgan, ularning ikkita farzandi bo'lgan, Hasan hamda Tariq. Tariq ham Rafinaga uylangan va ularning bitta Sahala ismli qizi bor. Mana shu oila daraxtidan kelib chiqqan holda bu yerni to'ldirishingiz kerak. Albatta listeningni tinglagan holda bajarasiz, bu sizga yordam beradi. Demak, endi keling o'quvchilar, grammar fox possessive apostrophe s ni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Yuqorida sizlar bilan biz possessive determiners, ya'ni egalik olmoshlarini o'rganib oldik. Endi bu yerda biz faqatgina biz biror narsani siz egasi ekanligingizni yoki kimdir egasi ekanligini olmosh so'z turkumi bilan emas, ning qo'shimchasini o'zi bilan ham ifodalashimiz kerak bo'lgan joylari kelib qoladi. Albatta o'zimizning tilimizda ham. Bunday holatda biz ingliz tilida qanday qo'shimchadan foydalanamiz? Albatta bu apostrophe s qo'shimchasi hisoblanadi. Mana demak, keling qoida bilan o'rganamiz. We use the possessive apostrophe s to show that something belongs to someone. Demak, biz apostrophe s dan, ingliz tilidagi apostrophe s dan biror bir narsani kimgadir yoki nimagadir tegishli ekanligini ifodalash uchun qo'llaymiz. Misol uchun, Rafina is Sahala's mother. Rafina Sahalaning oyisi. Demak, yoki bo'lmasam keyingi misolimiz. Her husband's name is Tariq. Uning erining ismi Tariq. Bu yerda erining ma'nosidagi apostrophe s. Hasan is Zafar and Rashida's son. Hasan demak Zafar hamda Rashidaning o'g'li. Mana shunday ikkita so'z, ya'ni teng bog'lovchi orqali bog'langan, ya'ni and bilamiz. And demak so'zi, bu bog'lovchisi teng bog'lovchi hisoblanadi. Mana shunday teng bog'lovchi bilan kelgan so'zlarimiz bo'ladigan bo'lsa, albatta ikkinchi so'zga biz apostrophe s ni qo'shamiz. Shu tarzda qo'llaymiz. Ya'ni bu degani Zafar va Rashidaning o'g'li, farzandi degan ma'noni anglatadi. Shuning o'zi kifoya. Note, eslatma. Apostrophe is also a contraction of is. Demak, to be fe'lining is shaklini qisqartirilgan shaklda ham biz apostrophe is shaklida qo'llaymiz. Mana shu narsaga diqqatli bo'lishingiz kerak. Mana misoldan demak siz ikkalasini o'rtasidagi farqni ko'rib olishingiz mumkin. Ya'ni my name is Marta. Bu degani my name is Marta. To be fe'lining qisqartirilgan shakli kelgan. Keyingisi it's a Spanish name. It is a Spanish name. Bu yerda ham to be fe'lining is shakli kelyapti. Lekin Martaning do'stining ismi ispancha ism deydigan bo'lsak, boshqacha tarzda tuzamiz. Ya'ni Marta's friend's name is Spanish. Bu yerdagi Martaga qo'shilgan apostrophe s ning ma'nosini beruvchi, demak possessive hisoblanadi. Marta's friend's name dan keyin kelgan is esa bu to be fe'lining demak is shakli birlik uchun qo'llanadigan shakli hisoblanadi. Mana shu narsaga e'tiborli bo'lishingiz kerak o'quvchilar. Endi mana shu qoidaga asoslangan holda siz 12-mashqni bajarasiz. Bu yerda Zafar is husband. Albatta siz undan oldingi mashqda bajargan, listeningda bajargan oila daraxtiga qarashingizga to'g'ri keladi. Bu yerda demak Zafar kimningdir ayoli degan gap bo'lishi kerak. Mana shu yerga siz ya'ni so'zni qo'yishingiz kerak. Zafar Rashidaning eri edi. Shuning uchun ham Zafar is Rashida's husband tarzida tuziladi. Qolganlarini bajarib chiqasiz o'quvchilar. Birozdan keyin sizlar bilan tekshirib olamiz. Keling o'quvchilar, tekshirib olamiz. Zafar is Rashida's husband. Buni undan oldin ham sizlar bilan ko'rib chiqqandik namuna sifatida. Keyingisi endi Hasan is Tariq's brother. Hasan Tariqning akasi. Rafina is Tariq's wife. 4-gapimiz their daughter's name is Sahala. Ularning qizining ismi Sahala. Albatta daughterdan keyin apostrophe s bo'lishi kerak. Ya'ni their daughter's name is Sahala.